Davom etamiz. Xo'p, mana bu glyukozani ochilgan shakli, bunisi bo'ladigan bo'lsa halqali shakli va halqali va ochilgan shakllarni hozir bittalab ko'rib ketamiz. Boshlaylik. The ring therefore contains oxygen and carbon atoms. Number 6 is not part of the ring. Halqa shaklida bo'ladi deb aytdim. Halqa shaklida bo'ladi va halqa shaklida glyukoza har bittasini numerovka qilib chiqadigan bo'lsak, masalan 1, 2, 3 deb nomerlaydigan bo'lsak, unda halqani ichida 6-uglerod bo'lmaydi zoti, ya'ni u halqadan tashqarida bo'ladi, bizga beriladi. Hozir struktura formulasini chizganimizda aniqroq ko'rsatib ketaman. You will see from the figure 2.4 is that the hydrogen groups OH and a carbon atoms one may be above or below the plane of the ring. OH gruppasi yo halqani tashqarisida bo'ladi yoki halqani ichkarisida bo'ladi deyapti bizda. Ya'ni bularni halqani tashqarisida bo'lsa ham, ichkarida bo'lsa ham aynan farqi bo'ladi. Tashqarisida o'sha OH gruppasi bu yoqda yoki OH gruppasini bu yoqda ko'rishimiz mumkin. The form of glucose where it is below the ring known as a alpha glucose. Agar OH glyukozadan o'sha glyukoza gruppasida pastda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni pastda belowda joylashtiradigan, ringdan belowda, halqadan pastda joylashadigan bo'lsa, bu alfa glyukoza bo'ladi. Hop, alfa glyukoza bo'ladi. Va form where is above the ring is beta glucose. Agar u ringdan tashqarida, ya'ni glyukozadan yuqorida halqadan yuqorida joylashadigan bo'lsa, beta glyukoza bo'ladi. Bularning hammasining farqi bor, chunki alfa glyukozadan boshqa moddalar, beta glyukozadan boshqa moddalar yasalishi mumkin. Mana bu yerda berilgan OH-da alfa glyukozani ochiq shakli, ochirilgan glyukoza berilgan, numerovka qilingan 1, 2, 3 mana hammasida ko'rsatilgan. Uchinchi e'tibor berishimiz kerak. Uchinchi glyukozada OH tashqarida turibdi. Birinchi glyukozamizda keton shaklida joylashgan. Endi glyukozamiz mana 5-glyukozada OH qizil bilan berilgan. Nega qizil bilan berilgan? Chunki aynan shu joydan suvni chiqarib yuboramiz. Mana bu yerda suvni chiqarib yuboramizda, suv chiqarib olmaymiz bu yerda. U birikkanda suv chiqarib olamiz. Ya'ni disaxarid hosil bo'lganda, disaxarid qanaqa hosil bo'lganini ko'rsatib berishi mumkin. Alfa glyukoza hosil bo'ladi. Alfa glyukozani shakllanishi halqa shaklida glyukozalarni nomer bilan qo'yib oldik. Mana birinchi glyukoza, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, mana oltinchi. Boya aytdik, oltinchi glyukoza halqadan tashqarida bo'ladi dedik. Oltinchi uglevod halqadan tashqarida joylashgan. Qolganlarni tartib bilan numerovka qo'yib oldik. OH joylashgan, OH to'g'ri joylashgan, OH uchinchisida ichkarida turibdi. OH 4-chi glyukozada joylashgan va 5-chi glyukozamizda SH2 OH gruppalari mavjud. Endi glyukoza agar anaqasi OH gruppasi ichkarida bo'ladigan bo'lsa, pastda bo'ladigan bo'lsa dedik, pastda bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda ko'rsatilgan. Birinchi gruppadagi OH pastda bo'ladigan bo'lsa, bu alfa glyukoza bo'ladi. Ya'ni qiynamasdan uglevodlarni chiziq shaklida yozadigan bo'lsak, esimizdan chiqishi oson, qilib olishimiz oson bo'ladi. Mana shunaqa shaklda yozsak, adashish qiyin emas. Agar bu qiyinlik qiladi deyilsa, bu shaklda ham yozish mumkin. Endi beta glyukoza qanaqa bo'ladi? Formula bir xil, ko'rib turibsiz. Faqatgina formuladagi farqi bu OH gruppa yuqorida joylashgan. Boya aytganimizdek, agar OH gruppa ringdan, ya'ni halqadan yuqorida joylashadigan bo'lsa, bu beta glyukoza bo'ladi. Va mana uni struktural formulasida qanaqa ko'rinishini oddiygina ajratib farqlab olishimiz ham mumkin. Emas bu. Xo'p, endi boyaga kelgan joyimizdan davom etamiz. Two forms of the same chemical are known as isomer. Bularni ikkalasi ham izomerlar deyiladi. Izomer nima degani? Formulasi bitta, faqatgina o'sha bitta qismi bilan farq qiladi shu moddalar. Izomerlar bir xususiyatlari, strukturalari bir xil bo'ladi. Bular alfa va beta glyukozalar bir-biriga izomer deb ataladi.
X-ray variety provided by the extents of alpha and beta isomers has important biological significance is Wilson in the structure, stretch, glycogen and cellulose. Va bular har bitta alfa va beta glyukozalarni, izomer glyukozalarni funksiyasini va stretch hosil qilishi. Stretch bu polimer hisoblanadi. Ya'ni monomerlardan polimerlar bitta moddalardan juda ko'p, masalan, mana shu glyukozalar bir-biriga bog'lanib, mana bitta suvni chiqarib, glyukozalar bir-biri bilan bog'lanib polimerlarni hosil qiladi. Ya'ni stretchni glyukoza, sellyulozani hosil qilishi mumkin. Ular bir 50 ta, 60 ta monomerlar yig'ilib stretch glyukozani hosil qiladi. Bu jarayonni ham hozir biz ko'rib ketamiz. Ring structure. One important aspect of the structure of pentose. Strukturadagi asosiy qism bu pentoz hisoblanadi. Ya'ni nega pentoz hisoblanadi? Hozir ko'ramiz. 5 taligida ko'ramiz. And hexose is the chain of carbon atoms. It's long enough to close up itself to form more stable ring structure. Ko'proq stable bo'lgan, ya'ni muntazam bo'lgan halqani yasash uchun juda ham muhim hisoblanadi. 6 taligi va 5 taligi pentozalarni. When glucose forms such a ring, carbon atoms more number 1 joins to the oxygen and carbon atoms number 5. Demak, biz halqa yasayotganimizda birinchi uglevod bilan 5-uglevod bir-biriga qo'shiladi. Mana bu yerda ko'rsatilgan 5-uglevod bilan 1-uglevod bir-biriga bog'landi. Mana bu ikkalasi halqa hosil qildi. Xuddi shuni biz yozib tushuntiryapti. Xo'p, function of monosaccharides in a living organism. Hamma yashovchi organizmlarda endi monosaccharidlarning funksiyasi bilan tanishamiz. Monosaccharides have two major functions. Monosaccharidlarda ikkita funksiya mavjud. First, they are commonly used as a source of energy and respiration. Ular nafas olish jarayonida asosiy energiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Bu birinchi funksiyasi. This due to the large number of carbon hydrogen bonds. Bu ularni juda ham o'sha ko'p bo'lgan karbon gruppasidagi hidrogen, ya'ni vodorod bog'ligi hisobiga bu jarayon, ya'ni nafas olish jarayonida energiya berish vazifasini bajaradi. These bonds can be broken to release. Va vodorod gruppa osonligi bilan uziladi va uzilgandan keyin nima hosil bo'ladi? A lot of energy hosil bo'ladi. Ya'ni vodorod bog' uzilganda energiya chiqadi va nafas olish jarayonida bu shu bog'ning uzilishi hisobiga energiya bilan ta'minlanadi organizm, which is transported to help make adenosine triphosphate from ADF adenosine diphosphate plus phosphate during the process of the respiration. Va bu yordam beradi adenozin trifosfatni adenozin difosfatdan adenozin trifosfatga o'tkazib, ya'ni bitta fosfat unga qo'shib qo'yib, natijada energiyani sarflashi yoki ko'rinishi mumkin. ATF bizada adenozin trifosfat, ya'ni ATF va ATF o'sha umuman formulasi mavjud. Bu formulasini ham keyin ko'ramiz. 3 ta fosfat birikadi. 3 ta fosfat halqada ko'ringan, mana hozir iloji boricha chizaman. Halqada ko'ringan shaklda birikkan bo'ladi. Va hozir adenozin trifosfatni chizaman. Hop. Mana 3 ta fosfor yozib oldim. Fosfat guruhlarini ni ham aynan kimyoviy jihatdan chizish mumkin yoki oddiy struktura jihatdan ham chizish mumkin. Oddiy strukturasini ko'raman. Adenozin trifosfat bo'ladi va mana bu yerda 5 taligi bo'ladi. Ya'ni pentoz bilan bog'lanadi. Bu nukleotid hisoblanadi o'zi. Hop. Mana adenozin trifosfatda ko'rinishi strukturar 100% to'g'ri emas, chunki hozir kislorodlarni qo'yilmagan. Lekin mana bu yerda 3 ta fosfat nukleotid bilan bog'langan va mana shu jarayonda bitta fosfat
biz chiqarib yuboradigan bo'lsak, adenozin difosfat hosil bo'ladi. Adenozin difosfat hosil bo'lganda bizada mana bu yerda energiya hosil bo'ladi. Energiya. Mana shu energiya hisobiga bizning muskullarimiz har xil ishlarni bajarishi mumkin. O'shaning uchun ADF bizada universal bo'lgan energiya manbai hisoblanadi. The most important monosaccharide in energy metabolism is glucose. Va shu bilan bir qatorda juda ham monosakkarid uchun ko'p energiya manbai bu glukoz hisoblanadi. Second, ikkinchisi, birinchini ko'rdik. Birinchisi bu bizani energiya bilan ta'minlash ekan. Ikkinchisi nima bo'ladi? Ikkinchisi, monosaccharides are important as a building block for large molecule. Mana bu hamma katta molekulalar uchun qurilish blogi, ya'ni asos bo'lib xizmat qilar ekan. Glukozani tashkil topar ekan. For example, glucose is used to make polysaccharide starch, glycogen and cellulose. Mana bu sellulozani, glikogenni va starchni yasash uchun, polimerlarni yasash uchun biz glukozani asos qilamiz. Ya'ni mana bu yeri glukoza. Hozir aynan qanaqa yasalishini ko'rsataman boya deb aytgandim. Ribose bu pentoza, ya'ni 5 talik bo'ladi. Is one of the molecules used to make RNA. Ribozadan biz RNAni, ribonucleic acidni hosil qilamiz. And ATF desoxyribose also pentose is one of the most molecules used to make DNA. Desoxyribose DNAni hosil qiladi. 5 taligida biz aytdik, agar 6 ta geksoza bo'ladigan bo'lsa, kamillari glukoza, fruktoza, galaktoza dedik. Agar 5 talik bo'ladigan bo'lsa, kamillari 2 ta, riboza bilan desoksiriboza dedik. Glukozani, starch, glikogen, cellulozani yasaymiz. Desoksiriboz and ribozdan RNK and DNKni ko'rsatdik. Hop, adashmasam bu yerda o'sha struktural formulasi har bittasiniga berilib ketilgan. Disaccharides and the glycoside bond. Disaccharid degani D2 degani, saccharid 2 ta degani. Ya'ni ikkita saccharid. Mana boya ketgan joyimdan suv chiqib ketib, bitta saccharid va ikkinchi saccharid. Glukoza, ikkita alfa glukozalar bittasi chiqib ketyapti, suv chiqib ketyapti. Suv chiqib ketish jarayonini mana kondensatsiya deb atalyapti. Suv qo'shilsa bu gidroliz deb atalyapti. Okay. Ko'ramiz. Gidrolizga kerak, kondensatsiya jarayoni nima kerak? Biz hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsam, bitta monosakkarid, ikkinchi monosakkarid bir-biriga suv chiqib ketishi natijasida qo'shilib qoldi. Mana shu qo'shilib qolishi bu disakkarid, glikozid bond deyiladi. Ya'ni bond bu bog'. Glikozid bog' natijasida bilan bog'lansa, disakkarid hosil bo'ladi. Buni biz yana mana bu yerdan suvni chiqarib qo'shib ketaversak bo'ladi, yana qo'shib ketaversak bo'ladi. Agar shunaqa qo'shib ketaversak, o'sha polisakkaridlarni yasab qo'yamiz. Hozir bizda faqatgina disakkarid muhim. Nega disakkarid? Chunki ikkita bo'lishi kerak. Ikkita bo'lsa disakkarid bo'ladi. Disaccharides, like monosaccharides, are sugar. Bular ham shakar. Monosaccharidlar ham, disaccharidlar ham hammasi shakar. They are formed by two monosaccharides joined together. D means two. Ular ikkita monosaccharidlar birga qo'shilib, ikkita saccharid hosil ekan. The three most common disaccharides. Endi mana 3 ta asosiy turini ko'rib chiqamiz disaccharidlarni. Bu birinchisi maltoza. Maltoza nimalardan tarkib topganini bilishimiz kerak. Maltoza glukoza bilan glukozani tashkil topgan. Ya'ni maltozani parchalasak, ikkita glukoza chiqadi. Yoki ikkita glukozani birlashtirsak, maltoza hosil bo'ladi. Ikkita glukoza. Mana bu yerda berilgan. Ikkita glukoza birlashtirib qo'ydik. Mana bu yerda maltoza hosil bo'ldi. Xo'p. Ikkinchisi sukroz. Sukroz bu fruktoza bizada meva shakari, mevalarda bo'ladi. Fruktoza glukoza bilan glukoza bilan fruktozani qo'shilmasi sukroz bo'ladi. Laktozchi. Laktoz bu sut.
laktoz glyukoza bilan laktozani qo'shib qo'ysak, laktoz bizada hosil bo'ladi. Sucrose is a transfer sugar in plant and sugar commonly bought in shop. Saxaroza. Saxaroza demoqchi edim. Saxaroza ham meva shakari, meva deb bo'ladi. Saxaroza o'simliklarda shakar tashiydi. O'simliklarda, mevalarda shakari bo'ladi. U magazinlarda sotiladi albatta. Glucose is a sugar found in a milk and there is an important consistency of days of the young mammals. Bu laktoza sut hisoblanadi, ya'ni sutdan topilgan va u asosan yosh mammal sut emizuvchilarni oziqlantirishda ishlatiladi. The process of joining two monosaccharides is an example of condensation reaction. Ikkita monosakkarid bir-biriga qo'shilib disakkaridni hosil qilish jarayoni kondensatsiya reaksiyasi deyiladi. Nima degani? Suv chiqib ketsa, kondensatsiya bo'ladi. The reserve process splitting disaccharides into two monomers also shown. Ikkita monosakkarid, mana shu maltozani ikkiga bo'lib qo'ysak, ikkita monosakkaridga bo'lsak, bunda suv qo'shib bo'lamiz. Albatta, suv qo'shib bo'lish jarayonimiz gidrolik reaksiyasi deyiladi. Suv qo'shib bo'lishimiz gidrolik natijasida bo'ladi. Notice that fructose has a different ring structure from glucose. Glyukoza ham, fruktoza ham oltitalik bo'lsa ham, lekin ularni strukturasi, ya'ni mana bunaqa structurasi bir-biridan farq qiladi. Ya'ni xalqida farq bo'ladi. For each condensation reaction, two hydroxyl groups line up alongside each other. Hamma kondensatsiya reaksiyalari uchun OH gruppasi shu bir-biri bilan yaqin joylashgan gruppadan suv hosil qilib chiqib ketadi. One combines with a hydrogen atoms from the other from a water molecules. Boshqa molekuladagi suv bilan boshqa molekuladagi suv bir natijada chiqib ketadi. This allows an oxygen bridge from mana bu oxygen bridge ko'prigini hosil qildi. Suv chiqib ketishi natijasida bu yerdan OH, bu yerdan OH chiqib ketib, suv chiqib ketishi natijasida glikozid bog'ni hosil qildi. Bu o'sha oxygen bridge deb ko'rsatyapti hozir. Two molecules holding them together bir-birini biriga ushlab turadi. Bu yerda nima hosil bo'lyapti? Qaranglar. Alfa glyukoza bilan beta fruktozani qo'shadigan bo'lsak, to'g'ri 5 talik-ku bu yerda. Bu yerda ham 5 talik. Qo'shadigan bo'lsak, nima hosil bo'ldi? Saxaroza hosil bo'ldi. Boya ko'rdik, saxaroza, alfa glyukoza, beta fruktoza. And forming disaccharides is a bridge called a glycoside bond. Ko'rdik, bu glikozid bog'ni hosil qildi, ya'ni oxygen bridge-ni hosil qildi. In theory, any two hydroxyl groups can line up, and since monosaccharides have many OH groups, there are a large number of possible disaccharides. Har bitta gruppadan OH tursa, disaccharidlarni yozish imkoniyati bor. The shape of the enzyme control reaction determines which OH groups come alongside each other. Bir-biri bilan shu bog'lanib ketish jarayonlarini bir nechta enzimlar nazorat qilib turadi. Reaksiyani albatta only few of the possible disaccharides are common in the nature. Faqatgina bir nechtagina disaccharidlar tabiatda mavjud hisoblanadi. The addition of water hydrolysis takes place during the digestion of disaccharides and polysaccharides. Suv qo'shish, ya'ni gidroliz qilish sodir bo'ladi o'sha disaccharidlarni digestionda, ya'ni hazm qilishda. Polysaccharidlardan ham parchalashda, monosaccharidgacha parchalash jarayonlarida biz gidroliz reaksiyalarini amalga oshirishimiz kerak. Endi practical activity. Ko'rib ketaylik, bitta ham foydali narsalar beriladi asosan. Demak, test for the presence sugar, shakar bor yoki yo'qligini test qilib aniqlash. Birinchi jarayon reducing sugar.
shakar kamaytirilgan shakar, reduce kamaytirish, sugar shakar. Reducing sugar are so called because they can carry out a type of chemical reaction known as reduction. Kamaytirilgan shakar qo'sh nom bilan, ya'ni ikkita nom bilan nomlanadi. Chunki they can carry out, chunki u bir nechta kimyoviy reaksiya turlarini davom etishi natijasida, kamayishi natijasida sodir bo'ladi, davom ettiriladi. In the process they are oxidized. Jarayonda ular oksidlanadi, ya'ni moddalar oksidlanadi. Reducing sugar included all monosaccharides and some disaccharides. Reducing sugar testini qiladigan bo'lsak, ularda monosaccharidlar bilan ham, disaccharidlar bilan ham ba'zi monosaccharidlar, hamma monosaccharidlar ba'zi disaccharidlar bilan reaksiyalarni olib borishimiz mumkin. The only common non-reducing sugar is sucrose. Faqatgina o'sha non-reducing sugar bu saxaroza hisoblanadi. The ability of some sugar to carry out reduction is the base of Benedict's test. Benedict's test for the presence of sugar. Shakar borligini aniqlash uchun Benedict's testi asos qilib olinadi. Ya'ni bu bor yoki yo'qligini aniqlash uchun bizga yordam beradi. The test uses Benedict's reagents, which is a Cooper. Mana bu reagent hisoblanadi. Mana reagent degani reaktant. Mis 2 sulfat alkaloid solutionda eritma alkali solution bo'ladi va bizani reaktantimiz bu mis 2 sulfat bo'ladi. It has a distinctive blue color. Ularda ko'k rang hosil bo'ladi. Agar shu shakar bo'ladigan bo'lsa, reducing sugar reduce soluble blue copper sulfate to insoluble brick red copper oxide. Test o'tkazganimizda bir-biri bilan moddalar oksidlanadi deb aytdik. Mana shu ko'k rangli mis 2 sulfat reaktanti eritmaga alkali solutionga solinganda bu yerda nima deyapti? Blue bo'lgan sulfat eriydigan, soluble bo'ladigan blue sulfat aylanib qoladi, insoluble g'ishtga o'xshagan erimaydigan qizil mis oksidga aylanib qoladi. Containing copper mis 1 oksidga aylanadi. Bu yerda reaksiyada ketadi, reaksiyada shu hosil bo'ladi. Nima deydi? Reducing sugar reaksiyasida mis 2 ni qo'shib qo'ysak, oxidized sugar hosil bo'ladi. Mis 1 oksidi hosil bo'ldi. Mis 1 oksidi qattiq, insoluble va red brown shaklda bo'ladi. Mis 2 sulfat bo'ladigan bo'lsa, blue shaklda bo'ladi. Buni ham biz o'sha tepada ko'rib ketdik, hammasini rangini. The copper oxide is an dissipate. Mis 1 oksid rangi o'zi qizil bo'ladi. Bu jarayonda bildikki, o'sha yerda demak ko'k bo'lib qizilga aylanib qolsa, reduction reaksiyasi, ya'ni Benedict's test ketadi. Prosedura qanaqa bo'ladi? Add Benedict's reagent to the solution you are testing and heat it in water bath. Biz o'sha suvli vannada bu reaksiyalarni isitishimiz kerak, solib qo'yib isitamiz, aynan Benedict testida. If your reducing sugar is present, agar shakar bo'ladigan bo'lsa eritmada, the solution will gradually turn through green, yashil, yellow and orange to red brown is insoluble copper 1 oxide from precipitate. Agar eritmada shakar bo'ladigan bo'lsa, eritma sekin ravishda yashil, sariq, orangedan red brownga o'tkazib qoladi, ya'ni qo'ng'ir rangga o'zgaradi. Chunki bizda erimaydigan mis 1 oksidi hosil bo'ldi. O'shaning uchun rang o'zgaradi. Biz bilamiz, bunda qo'shib isitganimizda shu rang kelib chiqadigan bo'lsa, demak shakar bor. As long as you use excess Benedict's reagent more than enough to react with all of the sugar present,
the intensity of the red color is related to concentration of the reducing sugar. Xo'p, excess benzoate agar reaksiyalar ko'p o'sha benzoate reagentini misik sulfatni biz ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, reaksiya natijasida mavjudni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, bu qizil rangni kuchi, intensitesi, qizil rangning intensitesi uni konsentratsiyasiga, reducing sugar konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib qoladi. The test can therefore be used as a semi quantitative test. Bu test keyin semi quantitative testdan biza foydalanishimiz mumkin. You can estimate the concentration of reducing sugar solution using color standards, maybe comparing the color against the colors obtained in tests done with a reducing sugar solution of known concentration. You can also measure the time thanks to the first color change. Biz hamma eritmani hosil qilib olganimizdan keyin ularning rangini o'zgarganini bemalol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu ularni konsentratsiyasiga ham bog'liq, faqatgina isitishga emas, konsentratsiyasiga ham bog'liq bo'ladi. Alternatively, you can use a colorimeter to measure all difference in color in more precisely. Biz foydalanamiz colorimeterdan, ularni har bir rangini miqdorini o'lchashimiz uchun kalorimetrni ishlatishimiz kerak, chunki bizni aniqroq qilishimiz kerak. Aniq qilishimiz uchun kalorimetr bizga kerak bo'ladi. Aynan genetik testini o'tkazayotgan paytimizda. Ikkinchi prosedura non-reducing sugar. Some disaccharides such as sucrose are not reducing sugar. Ba'zi disaccharidlar boya ko'rdik, bu reducing sugar hisoblanmaydi. Ya'ni kamaytirilgan sugar hisoblanmaydi. Ayniqsa o'sha ba'zi saccharidlarda, misol uchun saxarozada dedik. So you would get a negative result from benefit. O'shaning uchun biz bu non-reducing sugar bo'lgani uchun negativ rezultat olamiz. Ijobiy rezultat chiqmaydi bizda. In such case, you should then carry out the test for a non-reducing sugar. Bizda negativ natija chiqqandan keyin yana ham o'sha testni davom ettirishimiz kerak ekan. Qanaqa davom ettiramiz? In the non-reducing sugar test, this disaccharide is first broken down into two monosaccharide constituents. Birinchi bo'lib, non-reducing test bo'lganda, bizdagi disaccharid parchalanadi. Dastlab ikkita monosaccharidga parchalanib oladi. The chemical reaction is a hydrolysis and can be brought about by adding hydrochloric acid. Gidroliz reaksiyasi amalga oshadi, ya'ni suv qo'shganimizda disaccharidlar monosaccharidga aylanib qolib gidroliz bo'ldi. Bu sababoti yana hidroxlorik bo'lgan oksidlarni qo'shyapmiz ularga. Qo'shish natijasida the constituent monosaccharide will be reducing sugar. Natijasida mana bu monosaccharid bizda reducing sugarga aylanib qoladi, and their presence can be tested for using benefit test after acid has been neutralized. Biza kislota qo'shganimizdan keyin o'sha neytral bo'lib qoldi. Monosaccharid reducing sugarga aylanib qoldi, oksidik qo'shilgandan keyin u neytrallanib qoldi. Prosedura qanaqa bo'ladi neytrallanganda? Carry out Benedict test on the solution. Eritmada biz Benedict testni olib boradigan bo'lsak, if you get a negative result, agar biz negative result natija olgan bo'lsak, start again with a fresh sample of the solution. Yana bitta toza bo'lgan solutiondan, eritmadan foydalanishimiz shart. Qaytadan sheet the solution with hydraulic acid va o'sha hidroxlorik bo'lgan oksidni eritmada qizitamiz. Benefitda faqat qizitishimiz kerak. If non-reducing sugar is present, agar non-reducing sugar mavjud bo'ladigan bo'lsa, it will break down monosaccharid. U monosaccharidga parchalandi, ikkita monosaccharidga parchalandi. Benedict reagent needs alkaline condition to work, so you need neutralize the test solution now by adding alkalis such as sodium. Biz uchun o'sha alkan bo'lgan sharoit kerak bo'ladi.
o'sha sharoitda qilishimiz uchun unga agar u neytrallanishi kerak, alkal qo'shishimiz kerak. Soda qo'sharkanmiz. Soda qo'shdik. Mana shu bentik reagentlarini qo'shib ichishimizdan oldin biz uni rangini qanaqa o'zgarishiga qarab turishimiz kerak. If the solution now goes red, agar eritma qizaradigan bo'lsa, non-reducing sugar present. Non-reducing sugar bo'ladi. Rangi qizaradigan bo'lsa, bor degani. If both reducing sugar and non-reducing sugar are present, the precipitate will be heavier than one obtained in the Benedict test. Agar ikkalasi ham bo'ladigan bo'lsa, ya'ni reducing sugar ham non-reducing sugar ham eritmada mavjud bo'ladigan bo'lsa, ular o'sha heavier bo'ladi, ya'ni og'irroq bo'ladi oldingisiga qaraganda. If there is still no color change va eritma rangi o'zgarmayotgan bo'lsa, there is no sugar of any kind of present. Bu yerda hech qanaqa shakar bo'lmaydi. Rangi o'zgarmaydigan bo'lsa, shakar bo'lmaydi. Va bu Benedict test hisoblanadi. Ikki testni o'tkazdik, non-reducing va reducing bo'lgan holatda ham ko'rib chiqdik. Va rang o'zgarishini ham ko'rib chiqdik. Endi polisaxaridlar. Polisaxarid nima degani? Polisaxarid bu monosaxaridlarning bir nechtasini ketma-ket zanjir qo'shib mana bunaqa bog'lanib ketishi bu polisaxaridlar deyiladi. Bunda ko'rdik biz starch yoki boshqa o'simliklardagi sellyulozalarni ko'rdik yoki glikogenni. Polysaccharides are polymers made by joining many monosaccharides molecule by condensation. Polisaxaridlar bu ketma-ket monomerlarni bir-biriga qo'shilishi natijasida, ya'ni kondensatsiya reaksiyasi orqali qo'shilsa, polisaxaridlar hosil bo'ladi. Each successive monosaccharide is added by means of glycoside bond as in disaccharide. Ularni har bittasida masalan mana bu glikosid bog' sifatida bog'lanadi. Glikosid bog'lar natijasida polisaxaridlar hosil bo'ladi. The final molecule may be several thousand monosaccharide units long, forming a macromolecule. Bu makromolecule katta molekula bo'lsa, makromolecule va natijada uzun bog' hosil bo'lishi natijasida makromolecule shakllanadi. The most important polysaccharides are starch, juda ham shu muhimlari starch, glycogen va selluloza hisoblanadi. All of which are polymer glucose. Bularning hammasi polimer glukoza, ya'ni glukoza ketma-ket birikishidan starch, glycogen va selluloza hosil bo'ladi. Misol uchun selluloza hosil bo'lishida alfa glukoza bilan bitta glukoza qo'shilsa, starch hosil bo'lishida glukoza qo'shilishi mumkin. Ya'ni alfasi yoki bitasi shu bilan farq qiladi struktura jihatdan. Sacharides are not sugar. Polisaxaridlar o'zi shakar emas. Disaxaridlar shakar edi, monosaxaridlar shakar edi, lekin polisaxaridlar endi shakar emas. Hozir starch and glucose haqida, glikogen haqida gaplashamiz. Since glucose is the main source of energy for cell. Biz ko'rdik, hujayra uchun energiya bu glukoza hisoblanadi. Ya'ni birinchi funksiyasi bizda glukozada respiration jarayonida energiya berish edi. It's important for living organism to store glucose in an appropriate form. Glukozani to'g'ri formada to'plash hujayra uchun muhim hisoblanadi. If glucose itself accumulated in cells, it would dissolve and make contents of the cell too concentrated. Agar glukoza ko'payib ketadigan bo'lsa, u eriydi va juda ham o'sha kontsentratsiyalangan shaklga o'tib qoladi. Glukoza ko'payishi kasallikga kelib chiqadi. This would seriously affect the osmic proportion of the cell. Bu juda ham serious ta'sir ko'rsatadi. Osmik jarayonda, hujayrada osmotik jarayonga juda ham ta'siri kuchli. Glucose is also a reactive molecule and would interfere with the normal cell chemistry. Glukoza juda ham reaktiv molekula hisoblanadi va u o'sha normal sel kimyoviy jihatdan aralashib ketishi mumkin. This problem are avoided. Bu problemadan
qochishi kerak. When glucose is converted by condensation reaction to uh, storage polysaccharide qochish uchun biz glyukozani, oqishli glyukozani polisaxaridga aylantiriladi kondensatsiya reaksiyasi orqali. The storage polysaccharide is convenient va bu storage polysaccharide yig'ilgan polysaccharide juda ham qulay, kompaktni va inert degani reaksiyaga kirishmaydi, inert va insoluble molekul, erimaydigan molekula hisoblanadi. Aynan polisakharidlarning xususiyatlarini aytib berilsa, ular qulay, kompaktni, inert va insoluble bo'lgan eritma hisoblanadi. Inert reaksiyaga kirishmaydigan, insoluble erimaydigan. The storage polysaccharide in plant o'simliklardagi glyukozani zaxirasi stretch hisoblanadi. Animals eat glycogen. Hayvonlarda bo'lsa glikogen bo'ladi. When needed, glucose is quickly made available again by enzyme-controlled hydrolysis reaction. Agar mabodo glyukoza kerak bo'lib qolsa, mavjud enzimlar natijasida nazorat ostida bemalol bularni parchalab glyukozani topishimiz mumkin. Stretch is a mixture of two substances. Stretch ikkita moddani qo'shilishidan hosil bo'lgan amylose and amylopectin. Amylose bilan amylopectinni qo'shilishi natijasida stretch hosil bo'ldi. Amylose is made by condensation between alpha glucose. Alpha glucose qanaqa bo'lardi? Alpha glukozda pasta bo'lardi. Alpha glukozani kondensatsiya reaksiyasida yig'ilgan shakli amylose berilgan. In this way, its long unbranching chain of several thousand 1.4 linked glucose molecules is built up. Demak, bitta uzun shoxlanmagan bir nechta qator 1/4 bog'langan glyukoza molekulasidan tashkil topgan. 1/4 linked bir bilan 4 bog'langan degani. Hozir bormikin bitta? Mana birinchi uglerod bilan to'rtinchisi, birinchi uglerod bilan to'rtinchisi bog'langan, birinchi uglerod to'rtinchisi, 1/4 shoxlangan unbranching bo'lgan 1/4 hosil qildi. Keyin 1/4 bog'di mana to'rtinchi, birinchi bilan to'rtinchi. Mana bitta manaqa birinchi bilan oltinchini mana birinchi uglerod bilan oltinchi uglerod bog'lanmoqda. Birinchi uglerod bilan oltinchi uglerod bog'lansa amylopektin bo'ladi. 1 bilan 4 o'zi bog'lanadigan bo'lsa, bu amilaza bo'ladi. Amylose and amylopectin. Ko'ramiz. There are linked between carbon atoms 1 and 4 of successive glucose units. The chain are curved, zanjir bundoq qayrilgan bo'ladi, and coil up into helical structure like springs. So final molecule is compact. Bundoq qayrilgan strukturaga kiradi, helikal shaklda, helical strukturasida bo'lib, u juda ham oxirgi molekula kompaktni hisoblanadi. Amylopectin is also many brutal linked alpha glucose molecules, but the chain are shorter than amylose also contain Bru-olti links. Qisqaroq bo'ladi, chunki ularda Bru-olti link bilan bog'langan. These are branch out to the side of the chain, which saytdan tashqarida bo'ladi. Mixture of amylose and amylopectin, amyloza bilan amylopectinni qo'shilishi bizda stretchni hosil qiladi. Stretch grains are commonly found in chloroplast and storage organ. Chloroplastda va yig'iladigan organlarda biz stretchni ko'rishimiz mumkin. As a potato tuber, kartoshkada seeds of the cereal anaqasida donimada seeds urug'ida and legumenda. Mana 3 o'simlikni aniq ko'rsatdik. Legumenda va seedlarni urug'ida, undan tashqari potetoni tugunagida, tuberlarida ko'rishimiz mumkin ekan. 3 ta stretch gain are easily seen with a mikroskop bilan light mikroskop bilan bemalol ko'rishimiz mumkin ekan, chunki ular stayinadi agar qo'yilgan bo'lsa. Rubbing a freshly cut potato tuber on a glass slide and staining with a iodine solution hisoblanadi. The quick method of preparing specimen for reviewing
granule which are visible in liver cell, jigar hujayralarida mavjud, bu judayam shirin mavjud, jigar hujayralarida ko'rinadi. Masalada where the form energy receptor, agar energiya saqlanadigan shaklda bo'ladigan bo'lsa. Okay. Demak, men hozir buni tugatishim kerak. Boshlaymiz biz aynan o'sha polisaxaridlarni kelgan joyidan boshlab qo'yamiz. Stretch is never found in animal sense. Stretch bu never found in hech qachon hayvon hujayrasida topilmaydi. Glycogen is a storage carbohydrate in element. Glycogen bo'lsa aynan hayvonlardagi karbonni anaqasi hisoblanadi, manbai. It has molecules very like those of amylopectin. U ham o'zida har xil bo'lgan amylopektindan tashkil topgan, because it's made of one linked alpha glucose with a linked mark branching point. Faqatgina ular branching point 1.6 va branching bo'lmagan protonlardan qo'shilishdan hosil bo'lgan glycogen molecules come together to form granulae which are visible in liver. Teskari qo'ymishlar. Glycogen o'sha anaqada jigarga topilgan molekulada, jigarda, muskulda bular energiya beradi. Bu anaqa edi. Stretch davomi. Keyingisi sellulozadan boshlayapmiz. Sellulozadan keyin dipols, hidrogens, lipidlarni ham ko'ramiz. Phospholipid, protein. Sekin ko'rib ketaveramiz.